nima qilasiz Lexus haydab? O'zingizni mashinangiz yaxshi. Joski, ko'p rasxod qiladi. Sizda pul ko'p, u rasxod qilishni yaxshi ko'rasiz. Ammo uni bosib yuborsiz, bu gibrid jigar. Bu apshi kam rasxod qiladi, ki ortiq qolgan pulni qatga ishlatishni bilmay yurasiz. Uni ustiga oppoq qinasi. Ancha payt mo'yka qilmasangiz ham kirib bo'lmaydi. O'zingizniki zo'r, qop-qora har kuni mo'yka qilasiz, jigar. Buni lekin hoji otaga ko'rsatsangiz maza qiladilar. O'g'lim, mashina olib ber, masjidlarga, oppoq yaxtalarda maza qilib, yumshoqqina mashinada oqib boraman deyshadi. Lexus ES 300 gibridi va apshi benzin rasxodi kam. Uni ustiga kraskasi top-tozasida. Probegichi 32 ming atiga. Voy, Lexus o'zini firmenning hidi kelib turganga o'xshatdi. Mana salonni, ko'jalarni qarang, sifatini, gap yo'q, aka. Like bosib qo'ying, jigar. Eslatmaganimga bosmasiz gap yo'q, bosib qo'ydingiz. Mana shu ekranga kim turib qo'ysiz bo'ldi. 2020-yil 39300 ga tushira oldik. Mana misol uchun 70 ming deyapti. 2023-yil 4,5 ming yurganini jigar. Buni ham bosib yuborsiz, demak 70 minglik mashinada oqayverasiz. Afsh keladi narxi. Srochni bosib yuboring lekin pulingiz bo'lsa. Like bosib yaqinlarga tarqatib qo'ying.